Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari va albatta kanalimizga yangi tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Do'stlar, navbatdagi videoga xush kelibsiz. Ko'pchilik obunachilarimizning istak va talablariga binoan bugun sizlarga isiriq o'simligi va uni qanchalik foydali ekanligi to'g'risidagi ushbu videorolikni sizlarga taqdim etmoqdamiz. Sharq mamlakatlarida isiriqni faqat havoni dezinfeksiyalovchi, tozalovchi vosita sifatida bilishadi. Aslini olganda esa uni bir qator foydali tomonlari ham bor ekan. Video avvalida kanalimizga obuna bo'lishingizni va ko'proq mana bunday layklar bilan ushbu videoni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Demak, videorolikimizni boshladik. Biz bilan birga bo'ling. Isiriqni tanimaydiganlar oramizda bo'lmasa kerak albatta. Lekin uning tibbiy xususiyatlarini to'la biladiganlar kam topiladi. Aynan shuni hisobga olgan holatda kanalimizning bugungi mavzusini isiriqning tibbiy xususiyatlarini yoritishga qaratdik. Avval o'simlikning biologik tuzilishi bilan tanishib olsak. Isiriq 30-70 cm bo'lib o'sadigan ko'p yillik o'simlikdir. Poyasi bir nechta, ko'p tukli, poyasi atrofga yoyilib o'sadi. Oq sarg'ish gullari poyada yakka-yakka o'rnashgan. Mevasi shartsimon, ko'p urug'li, erta bahordan o'sa boshlaydi. Isiriqning tabobatdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, sir emaski, bu o'simlik tabiat gavharlaridan biri hisoblanadi. U tabobatda keng miqyosda ishlatiladi. O'simlikning bunday keng miqyosda ishlatilishiga sabab uning tarkibida alkaloidlar, peganol, peganidin, garmin, garmalin, turli moylar, oshlovchi moddalarning mavjudligidir. Yuqoridagi moddalardan misol tariqasida oladigan bo'lsak, garmin asab tizimini tinchlantiradi, bosh miya yallig'lanish asorati, qaltirashni davolashda va uxlatuvchi modda dori sifatida ishlatilgan. Endi esa qanday holatlarda isiriqdan foydalangan holatda darddan forig' bo'lish mumkinligini birma-bir sanab o'tamiz. Aslida esa qancha sanasak ham sanog'iga yetish qiyin. Isiriqning foydali jihatlari quyidagicha. Isiriq o'tini kuydirib, biroz hidlansa, bosh og'rig'i yo'qoladi. Isiriq urug'i qaynatmasi nafas olish qiyinlashganda, nafas qisishida, zig'ir urug'i bilan aralashtirib ichilsa, yuqoridagi dardlarga davo bo'ladi. Isiriqning shonalash davrida olinadigan o'ti va urug'lari davolashda ancha samarali hisoblanadi. Isiriqni tinchlantiruvchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Bu xususiyati uyqusizlikda ajoyib foyda beradi. O'simlikning shirasi katarakta ancha yordam beradi. Qaynatmasi bilan yuz yuviladi. Uy-joylarni dezinfeksiya qilish maqsadida tutatib qo'yish mumkin. Isiriqni sut shirasi tibbiy paxtaga shimdirib, qichimadan qiynalgan joylarga 10 kun davomida surilsa, qichimani tuzatadi. Yurak faoliyatini yaxshilash maqsadida isiriq urug'i sedana, kamfora, murch, petrushka, qora zira, za'faron teng miqdorda olinib, aralashtiriladi hamda asal yoki shakar qo'shilib kuniga bir mahal ichiladi. Ich dam bo'lganda isiriqga petrushka urug'i hamda yalpiz, zanjabil kabilarni aralashtirib ichilsa, shifo bo'ladi. Isiriq peshob haydovchi, tish og'rig'i, terlatuvchi, grippni oldini oluvchi, oshqozon ichak tizimini kasalliklarini davolovchi xususiyatlarga ham ega. O'simlik ildizida 3.3% gacha, poyasida 3.57% gacha, bargida 4.96% gacha va urug'ida 6.60% gacha alkaloidlar borligi qayd qilingan bo'lib, ular yig'indisidan garmalin, garmin, peganol, dezoksipeganin kabi moddalar ajratib olingan. Isiriq qadim zamonlardan beri Sharq xalqlari meditsinasida qo'llanib kelinayotgan shifobaxsh giyohlardan biri hisoblanadi.
Xalq tibbiyotida isiriqning yer ustki qismida qaynatmasidan teri kasalliklarida, botni davolashda, vanna qilish yo'li bilan foydalanish tavsiya etilgan. Shuningdek, isiriqdan tayyorlangan qaynatma va damlamalardan bezgak, tutqanoq, nevrasteniya, shamollash bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda foydalaniladi. Isiriqdan tayyorlangan qaynatma bilan og'iz chayilgan bo'lsa, og'iz bo'shlig'i va tomoqning shamollashiga barham beriladi. Abu Ali ibn Sino isiriqni quymuch asablari shamollaganda, tizza va suyaklar qaqshab og'riganda, og'riq qoldiruvchi omil sifatida ishlatishni tavsiya etgan. U isiriqdan kuchli siydik haydovchi omil sifatida foydalangan. Isiriqning sut shirasiga 10 kun davomida shimdirgan. Shimdirilgan bir tutam paxta yoki junli mato qichima bilan og'rigan bemorlarga surtilsa, ular anchagina taskin topishi haqidagi ma'lumot ulkan ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniyning Kitob as-Saydana fit Tibb asarida keltirilgan. Isiriq va zig'ir urug'ining qaynatmasi nafas olishining qiyinlashishida, qalampir urug'i qaynatmasi bilan birga zaxm, bot kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Ilmiy meditsinada isiriqning dorivor preparatlari qo'l, oyoq va boshqa yerlarning doim titrab turishi hamda tutqanoq kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Isiriqning dorivor preparatlari uxlatuvchi ta'sirga ham ega. Isiriq tutuni bilan xonalarni tutatish sharq xalqlari orasida odat tusiga kirgan. Bu esa uy-joylarni dezinfeksiya qilish bilan birga xona havosini tozalaydi. Do'stlar, agar videorolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishingizni va ko'proq layk bosib, ushbu videoni ommalashtirishda o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video